Assalomu alaykum, meni yaqinlarim. Mana biz hozir Yunusobod tumanida joylashgan 17-kvartalda 3 xonali uyimiz 5 etajli binoni 5-etajga keldik. Umumiy maydoni esa 73 kvadrat metrni tashkil etadi. Remontlari sredniy, xonalari alohida, balkon 2 ga 6, ipotekaga ham xarid qilishingiz mumkin. Narxini esa uy egalari $64,500 deyishyapti. Agar kvartiramiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Orientir esa havas. O'zbegim uylari hamisha sizga eng yaxshisini ulashadi. Like va podpiska bosishni unutmang. Har doim sog' salomat bo'lib yuringlar azizlarim.